Assalomu alaykum. Qadrli YouTube ishqibozlari. Mana bugun 17-may 2025-yil. Hafta kuni shanba. Mana bu buqalarimizni yeb yeyish jarayoni. Buqalarimizni dekabrda olganmiz. Buqamizni boqamiz. Joylari buqalar. Buqamiz 17 millionga olganmiz, shu dekabrda olganmiz. Mana buqalarimizni 2 million 200 mingdan dastavkasi ichida kelgan 5 ta. Bitta 2 ta. Mana 17 million olgan. Mana 3 ta 12 million 200 mingdan emas. Hovlimiz uzunligi 15 metr ichi qolish. Eniga 6 metr. Zo'rchi bola. Mana yemiş. Yemni sovonni bitib oxiriga solib ichiga ustiga bitta paqir bor. Bitta paqir kepak. Bir paqir kunjira solamiz. Shuni yuradi 2 mahal bilan. Bu qancha juda zo'r ketyapti hozir. O'zgarishi zo'r. Mana 17 millionlik buqamiz. Xohlasa 35 ga boramiz, xudo xohlasa. Qirg'iziston buqalar deb sotgan. 5 ta buqani. Qirg'izistonmi, endi Qirg'iziston emasmi? O'zimizda joylari buqamiz. O'zimiz uyda mollardan. Uning akasini shu dekabrda 1 yosh kattadan 675 kilo string vazniga sotganmiz. 47 mingdan sotganmiz. Buqamiz ham juda zo'r. Mana shu paqirga, tog'oraga press, somon press solib to'ldirib yutib qo'yamiz. Bu yerda yana bittasi bor. Ikkitaga to'ldiramiz. Ana shu 8 ta buqamizni ertalab kechga beramiz. Paqirimiz endi bunaqa paqir. Paqir. Kichkina paqir. Videoda kattaga o'xshab ko'rinyaptimi? Bir qarish. Shundan kunjalarimizni mana eng arzonlab kelib beryapmiz. Mana shunday kunjalardan men kunjalar 5300 dan olyapmiz. Katta buqalarga, 3 ta katta buqaga mana shuni 3 ta solamiz. 2 ta solamiz. Ertalab 2 ta.
kechki ehtimol kichkinalarga 5 ta kichkinaga bittadan solamiz. Bittadan kunjara, bittadan kepak. Bitta sug'orib qo'yamiz, yotaveradi. Oldimizni mana yil bitirdik mana. Oldi mana shunaqa. Bu yo'lagimiz 1.40 qolish. Yo'lak 1.40. Mana 17 lik beton nimada qo'yganmiz. Shpilga topib. Bitta sug'oramiz har biri bir chelakdan, 2 chelakdan suv ichadi. Ichi oxiridan mana shu kecha devor tagigacha 4.40. Shunaqa. Bizim o molimiz bemalol yostini latoyda maka qilganman. Istashgan o'zim quyganman. Latoyda maka qilib qo'yibmiz. Buni o'zi 1 metr baqa qochirib qo'yganimda moyitdan yurardi. Lekin mollarim keyin yotadi. 17 million olgan bo'lamiz. Kuz dekabrda. Hozir juda zo'r o'zgaryapti. Ko'z tegmasmi? Hovlimizning tashqari tomondan ko'rinishi. Mana shu yerdan xudo xolasa qo'yxona qilamiz. Tomon ko'rinish. Shifrimiz 90 ta shifr ketgan. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Molni boqishda, o'g'limizda shu haqiqiy dehqonlarimiz akalar. Qiziqishga olib boqdik. Yemlar arzonligida ko'proq olib qo'ymagan ekanmiz. Hozir yemlar oshib ketib shunday nima bo'lyapti. Topganimiz molga ketib qolyapti aytganlar. Taqirimizdagi yem 1,5 kilo chiqadi o'sha kunjara. Yo'llarimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Kamchiliklar bo'lsa kommentar yozib qo'yasizlar. Qishda mana porchkalar to'rsinlarda orag'ini ochib qo'yamiz. Nima xat qo'yganimiz yo'q. Qishda mana shu nimada atalab berdik. Hozir ham uni suv quyib qo'yapmiz. Qishda atala bilan chiqdi shu 2 oyni atalab bilan berdik. Garelkalarni oldik haligidan. Pulkagishlarni olib nima qildik. 2 oydan keyin bu ishtag'alarni ochaveradi ekan, otalar ham zo'r bo'lar ekan. Akalar yana bir 15 kundan keyin syomka qilamiz. Qolganimizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.